Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Bugun ham kanallarimiz orqali siz azizlarim bilan sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Yurtimizda Navro'z umumxalq bayrami shodiyonalari kezayotgan ushbu lahzalarda ona xalqimizni, muhtaram prezidentimizni, siz azizlarimizni Navro'z umumxalq bayrami bilan samimiy muborakbod etaman. Sizlarga oilaviy baxt, tinchlik, omonlik tilayman. Kirib kelayotgan Navro'zimiz rizq nasibaga kon, izgulikka makon bo'lsin. Ushbu she'riy tabrigimni siz azizlarimga bayram sovg'asi sifatida yo'llayman. Kengliklarda qo'shiq kuylar Navro'z yana. Bodom kiydi oq libosin bodroq, naformon rang binafshalar ochdi dudoq, aksa urdi qizg'aldoqlar qizil munchoq, kengliklarda qo'shiq kuylar Navro'z yana. Yashil giyoh kuzgi oldi biram shoshib, shudring taqqan sirg'alari yerga toshib, qaldirg'ochlar halinchagi qirlar oshib, kengliklarda qo'shiq kuylar Navro'z yana. Majnun tolning sochlarini oy taradi, maftun bo'lib tongda quyosh shod qaradi, bir qo'shiqki jarangi so'nmay boradi, kengliklarda qo'shiq kuylar Navro'z yana. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin azizlar.